Andijonda hozir ham saqlanib qolgan, qoldiqlari qolgan jome masjid madrasasini qurishdan avval shuni qurdirayotgan katta boy, ko'zi to'q, o'zi to'q, nasli to'q katta boylardan biri Mirkomil boy poydevorga birinchi g'ishti qo'yish marosimi bo'lyapti. Butun faqat Andijon emas, vodiyda ulamolari manaman degan katta insonlarni yiqqanlar, duolarini oladi va aytganlar, e'lon qilganlar. Mana shu pokiza joy, Allohning uyini qurmoqchiman. Shu yerda birinchi g'ishtini umri davomida zinoga ko'ylak yechmagan larilardan bittalar chiqib, shu bitta g'isht, birinchi g'ishtni toza qilib qo'yib bersin degan. Allohning uyini qurmoqchi, masjid, madrasa qurmoqchi. Va shu yerda endi bu qazilashadigan joy emasda, shunchaki aldab ketadi va birorta odam chiqmagan. Chiqmaganida Mirkomil boy unda o'zimiz qo'ysak bo'lar ekan deb birinchi g'ishtni o'zi qo'ygan ekan.